Rasprodaja, mana rasprodaja bo'lib ketdi. Sochingni qashima, bitlaganmisan, ha? Yana klient keldi. Assalomu alaykum opajon, Diyora u butuqqa xush kelibsiz. Nima butuq? Diyora u butuq. Xo'p. Keling opajon, bizda kiyimlar eksklyuziv Italiyadan keltiriladi. Mana shu lookka qarang opajon. Oldin $3000 sotganmiz. Hozir rasprodajada 1240 ming bo'lyapti. Bunaga nima degan? Bu tushuncha emblem. Emblem opajon. Qancha deding? $1240 Hey, ikkalangni qo'shsa 1200 ga olmaydi. Ipodromda mana shu 150 ming turibdi. Insof bormi o'zi? Siz butuqni tushunmaysiz. Tanimadingizmi buni? Diyora u-ku. Diyora. Ajinanki menda fu raqtini dikib yot. O'yliguncha ichgan, tong atquncha ichgan bu sassiqlar. Qashima sochingni bitliqa. Diyora u sherami? Yur bitta xon chaqiryapti. Keling. Assalom. Diyora u 2 kundan beri qarayapman sher ekansiz muxlislardan. Jettilama. Diyora u intervyularingizni ko'rdim, jabr bamanli odam ekansiz. Yordam so'rab keldim. Davringlarda bir nimali bo'lib qolaylik endi. Ber yordam. Nima bu? Yordam. Bu sizlar shu televizorda qarqar ekansizlar-da. Hayotda jimotkisizlar. Ber bu yoqqa pulimni buningga bor-ku, sizga sigaret bermaydi. Boya qol, ol shukur qil. Sana 1000 so'm berasanmi? 1000 bersang o'lasanmi? Sezdirib qo'ydik. Bitta xon burningni artma, tik-tak. Mana qara, o'z magazinga kirasan, Diyora umuman deysan, senga hamma narsani tekinga beradi. Bor, hamma narsa olib Davring keldi bitta xon. O tanimayapsan, men Diyora umuman tanimadingmi? Liboyarsan olaman. Kim bo'lsang pulni beri. Ey. Tinchlik nima bo'lyapti? Diyora umuman deb tekinga narsalar olmoqchi bo'lyapti. U Diyora bo'lsa, men Cristiano Ronaldoman. O'zingni bas ya. Nima oldi?